Qashqadaryo viloyatida tarixiy yodgorliklar, me'moriy obidalar, qadimiy qadamjolar talaygina. Ana shunday ziyoratgohlardan biri Qamashi tumanining Langar qishlog'ida joylashgan Langar ota ziyoratgohidir. Hisor tog' tizmalariga tutashgan bu qishloqda maqbara va 15-asrda qurilgan masjid bor. Payg'ambarimizning hirqalari, to'nlari, muhrlari, Hazrat Usmon mushafida yozilgan Qur'on kitob shu kishiga berilgan va shu yerda saqlangan. Ma'lum vaqtgacha saqlangan. Keyin odamlarning qo'liga o'tib ketgan. Qur'on kitob 2003-yilda Toshkentga olib ketilgan va hozirda Hasnomon muzeyida saqlanadi. Payg'ambarimizning hirqalarini hozirgi kunda bu kishining farzandlari asrab-avaylab kelmoqda. Langar ota 4 tug'li avliyo bo'lganlar. Bu dunyo bo'yicha 2 ta joyda bor. Bittasi Turkiyada, bittasi bu yerda. Turkiyada Jaloliddin Rumiyning maqbarasining ustida mana shunaqa 4 tog' bor. Bu maqbarada 5 ta qabr bor. Bitta ayol kishining qabri bor. Langar otaga aloqador bo'lganligi uchun qo'yilgan qizlari, onalari yoki ahli ayollari bo'lishi mumkin. Keyin Langar otaning o'zlarining qabri bor. Langar tenglik, muvozanat saqlovchi degan ma'noni bildiradi. Asl ismlari Muhammad Sodiq Shayx. 1460-yil Samarqand viloyatida tavallud topganlar. Shayx Abul Hasan Hazrat Langar otaning otalarining qabri bor. U kishining yonlarida Husayn Shayx Hazrat Langar otaning o'g'illarining qabri bor. Keyingisi Yaman davlati podshosining qabri bor. Shohlikni tashlab kelib, xizmatlarini qilib, ilmlarini olganlar. Shu 5 ta qabr bor. Bu qabristonga 360 ta avliyo kishi qo'yilgan. Bu daraxtlarning hammasi pista daraxti. Chiroqchi tumanida ham langar bor. Bu kishi o'sha kishining shogirdi hisoblanadi. Xizmatini qilib ilmlarini olganlar. Va ustozlari bir tuya beradi. Mana shu tuya qayerga borib 3 kun o'rnidan turmay yotsa, o'sha yerni manzil makon qilasiz deydi. Tuya shu yerga kelib 3 kun o'rnidan turmasdan yotadi. Langar ota shu yerni o'zlariga manzil makon qilib 85 yoshlarida olamdan o'tadi. Masjid 2 ta xona, bitta ayvondan iborat. Bu asosiy xona. o'n 19 ta ustuni bor. Bu xonaga 5 ta ustun joylashgan.
Islomda 5 ta ustun bor. Birinchisi iymon, namoz, zakot, ro'za, haj. O'shaning uchun 5 ta ustun qilingan. Bu yerlarga mana shu gulli o'rtasiga bir ko'zlar bo'lgan, yoqut ko'zlar bo'lgan, durlar bo'lgan va kech payt ham masjidda yoritib turgan. Bu panjara o'sha payt qurilgan, mix ishlatilmasdan qurilgan panjara. Bu ikkinchi xona. Bu yerda 4 ta ustun bor. 4 ta kitobga yoki 4 ta mazhabga ishora qilingan. Bu yerda 10 ta ustun bor. 10 ta sahobaning jannat bashorati berilgan. 10 ta sahobaga jannat bashorati berilgan. Shunga ishora qilingan. Bu ayvon. Bu narvon yordamida tomga chiqilgan va tomdagi qorlar kuralgan. Bu narvon 300 yillik tarixga ega. Bu qishloqda suv muammosi bor. Soyda buloq bor. Buloqdagi suv nasos yordamida bu bochkaga quyiladi va bochkadagi suv aholiga tarqatiladi. Xonadon egalari o'zlari uchun hovuz qurdirishgan. O'sha hovuzga solib beriladi. Ichimlik suvi shu. Yashash uchun kurash. Hammaga rahmat. Shamol, 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 navdani egar. Yuragim to'la pora bo'lsa. Bulut, boshimga